Assalomu alaykum. Meni ismim Alisher va Sojong universitetimizda barcha muslim talabalarimiz uchun namozxonamiz mavjud. Va men sizlarga hozir namozxonamizga qanday borishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Unda ketdik. Va biz shu yerga yetib kelamiz va yana shu yerdan davom etamiz. Va nihoyat namozxonamizga ham yetib keldik. Men sizga tanishtiraman. Xo'p, kirishda bizda katta joy. Bemalol kelib, janomozingiz bilan namoz o'qib ketishingiz mumkin va undan oldin bizda tahoratxona ham bor. Bemalol undan foydalanib ishlatishingiz mumkin. Kutib qolamiz sizlarni.